Sizga bir savolim bor. Kecha necha soat uxladingiz? 6 soatmi? 5 soatmi? Balki 4 soatdir. Biz bunga faxr bilan javob beramiz. Men kam uxlayman, lekin kun davomida o'zimni yaxshi his qilaman deb. Bugun men sizga ilm-fan asosida faktlar bilan bir haqiqatni aytaman. Agar siz har kecha 6 soatdan kam uxlayotgan bo'lsangiz, miyangiz, yuragingiz, immunitetingiz va hatto vazningiz sekin-asta izdan chiqmoqda. Va eng qo'rqinchlisi, siz buni sezmaysiz. Bugun Dunyoqarash kanalida biz Dr. Atyaning Outlive kitobida yana bir eng muhim bo'lgan mavzu uyqu haqida gaplashamiz. Bugun biz uyquning shunchaki dam olish emas, balki miyamizni kun davomida yig'ilgan keraksiz moddalardan tozalash jarayoni ekanligi va shu bilan birgalikda butun tanani keyingi kun uchun tayyorgarlik davri ekanligi haqida gaplashamiz. Obuna bo'ling, biz boshlaymiz. 2017-yilda Amerikada bir tadqiqot o'tkazildi. Bunga ko'ra, bir guruh sog'lom odamlar 2 hafta davomida faqat 6 soatdan uxlashga ruxsat berildi. Ularga hech qanday og'ir ish yuklatilmadi. Kundalik normal hayot, lekin faqat 6 soat uyqu. 2 haftadan so'ng olimlar natijalarini ko'rib hayratda qolishdi. 2 haftadan so'ng bu odamlarning kognitiv qobiliyati, ya'ni fikrlash, diqqat va qaror qabul qilish qobiliyatlari 2 kunlik to'liq uyqusizlik darajasiga yomonlashdi. Lekin buning eng dahshatli tomoni bu emas. Bu odamlarning o'zlari buni sezishmadi. Men o'zimni yaxshi his qilyapman, hammasi joyida deyishdi. Lekin natijalar buni aksini ko'rsatdi. Uyqu kamligining eng xavfli tomoni aynan mana shunda. Biz o'zimiz sog'ligimiz qanchalik yomonlashganligini o'zimiz his qilmaymiz. Xo'sh, uyqu davrida tanamizda nimalar sodir bo'ladi? Keling, avval miyadan boshlaylik. Tasavvur qiling, uyingizda bayram bo'ldi. 50 kishidan oshiq mehmonlar kelishdi. Ovqatlar yeyildi, choylar ichildi. Bayram tugadi va hamma uylariga ketdi. Ammo siz chiroqni o'chirib uxlashga yotdingiz. Uyni yig'ishtirmadingiz. Stol ustida ovqat qoldiqlari, uy yig'ishtirilmagan. Ertasi kun yana mehmon keldi va afsuski yana shu holat takrorlandi. Bir haftadan so'ng uyingiz qanday ahvolga keladi? Yurishga joy qolmaydi. Hamma joy bakteriya, viruslarga to'ladi. Bizning miyamizda ham har kuni shunday ziyofat sodir bo'ladi. Kun davomida miyamiz tinimsiz ishlaydi va neyronlar orasida keraksiz chiqindi moddalar yig'iladi. Agar biz uxlashni vaqtni isrof qilish deb hisoblasak, biz kun davomida shu yig'ilgan chiqindilarni tozalamasdan yashayotgan bo'lamiz. Miya bu bizning eng qimmat organimizdir. U optimal ishlashi uchun har kuni keraksiz moddalardan tozalanishi kerak. Ilm bu jarayonni glematik sistema deb ataydi. Biz uxlagan paytimizda miyamizdagi hujayralar hajmi qisman kichrayadi va miya suyuqligi oqib o'tib, keraksiz modda va chiqindilarni yuvib ketib, miyani tozalaydi. Bu moddalarning eng xavflisi beta-amiloid oqsildir. Beta-amiloid oqsil bu nima? Bu aynan Alsgeymer kasalligini keltirib chiqaruvchi chiqindi moddadir. Kun davomida miya ish faoliyati sabab beta-amiloid oqsil va boshqa chiqindi moddalar yig'ilib boradi. Agar siz kam uxlasangiz, bu zaharli moddalar yig'ilib boradi va uzoq yillar davomida yig'ilgan zaharli moddalar xotirangizni pasaytiradi. Miya sekin-asta ishdan chiqa boshlaydi. Ya'ni uyqusizlik bu miyaning sekin-asta ishdan chiqishi demakdir. Siz har kecha yaxshi uxlaganingizda, ayniqsa chuqur uyqu davrida bu moddalar deyarli to'liq tozalanadi va miya har doimgidek optimal ishlay boshlaydi. Yetarlicha uxlamasangiz, bu moddalar to'planib boradi va oxir-oqibat xotira pasayishi, Alsgeymer va boshqa nevrologik kasalliklarga olib keladi. Bundan tashqari, uyqu yetishmovchiligi davrida miyaning prefrontal korteks, ya'ni qaror qabul qiluvchi qismi faoliyati sekinlashadi. Lekin miyaning amigdala, ya'ni his-tuyg'ular, emotsiyaga javob beruvchi qismi ish faoliyati haddan tashqari oshib ketadi. Bu amalda nimani anglatadi?
Siz kam uxlaganingizda tez jahlingiz chiqadi. Kichik muammolarga ham katta reaksiya bilan javob berasiz. Noto'g'ri qarorlar qabul qilasiz va buni o'zingiz nazorat qila olmaysiz. Chunki qaror qabul qiluvchi qismning o'zi normal ishlamayapti. Endi yurakka o'tamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har kecha 6 soatdan kam uxlaydigan odamlarda yurak xuruji xavfi 200% ga oshib ketadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, 200%. Bu raqam xayoliy emas. 2019-yilda 500 mingdan ortiq odamlarni o'rganish natijasida European Heart Journal da chop etilgan tadqiqot natijasidir. Uyqu paytida qon bosimingiz pasayadi, yurak dam oladi. Bu nocturnal dipping deb ataladi. Agar siz yetarli uxlamasangiz, tun bo'yi yurak dam olmaydi, tinimsiz ishlaydi. Ya'ni o'z faoliyatini sekinlashtirmaydi. Kundan kunga, yildan yilga bu o'z natijasini ko'rsatadi. Yurak sekin-asta sustlasha boradi. Bundan tashqari uyqusizlik qon tarkibida kortizol, ya'ni stress gormoni miqdorini oshiradi. Bu gormon qon tomirlarimizga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazadi. Keling, endi immunitetga o'tamiz. Bu ayniqsa bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri. Bunga bitta oddiy misol. Tadqiqotchilar bir necha insonlarni ikki guruhga bo'lishdi. Birinchi guruhga 4 soat, ikkinchi guruhga esa 8 soat uxlashga ruxsat berildi. Va bir necha kunlardan so'ng ularga rinovirus virusi yuqtirildi. Natijada nima bo'ldi? 4 soat uxlaganlar 8 soat uxlaganlarga qaraganda 5,5 barobar ko'proq rinovirus bilan kasallanishdi. Uyqu paytida organizmingiz T hujayralarini ishlab chiqaradi. Bu hujayralar tanamiz uchun eng asosiy himoya askarlaridir. Uyqusizlik yoki kam uxlash natijasida bu hujayralarning ishlab chiqarishi va miqdori keskin kamayadi. Shuning uchun imtihon oldidan tunni bedor o'tkazib, keyinchalik kasallanib qolish bu tasodif emas, bu biologiya. Keling, endi juda ham ko'pchilik insonlarni qiziqtirgan mavzu. Ortiqcha vazn uni kamaytirish haqida gaplashamiz. Siz sport bilan shug'ullanyapsiz. Ovqat iste'molini kamaytirdingiz. Lekin negadir vazningiz tushmayapti. Bunda uyquni tekshiring. Uyqusizlik yoki kam uxlash natijasida tanamizda vazn nazorat qilishimiz kerak bo'lgan ikkita gormon faoliyati izdan chiqadi. Leptin, to'qlik hissini beruvchi gormon miqdori, ya'ni ishlab chiqarish miqdori kamayadi. Siz ovqatlangan bo'lsangiz ham miya men hali ochman degan signalni beradi. Grelin, ya'ni ochlik hissini beruvchi gormon miqdori ko'payadi. Siz haqiqatda och emassiz, lekin juda ham kuchli ishtaha his qilasiz. Bir tadqiqotda shunga amin bo'lishdiki, kam uxlaydiganlar normal uxlaydiganlarga qaraganda bir kunda 385 kilokaloriya ko'p ovqat iste'mol qilishadi. Bu bir yilda deyarli 14 kilogramm ortiqcha vaznga tengdir. Va bundan ham yomoni, ayniqsa kam uxlash natijasida odamlar yog'li va shakarli ovqatlarga moyil bo'lishadi. Bu tasodif emas. Shunchaki miya tez va ko'p miqdordagi energiya talab qiladi. Va oxirgi eng muhim bo'lgan qism. Uyqu bu shunchaki dam olish emas. Uyqu bu gormonlar fabrikasidir. Uyquning eng chuqur davrida, ya'ni slow wave sleep davrida biz uchun o'ta muhim bo'lgan gormon, ya'ni o'sish gormoni, growth hormone ishlab chiqariladi. Bu gormon mushaklarimizni tiklaydi, yog'larni energiya sifatida ishlatadi, hujayralarimizni yangilaydi. Va biz 30 yoshdan oshganimizdan keyin bu gormon ishlab chiqarishi faoliyati kamayib boradi. Kam uxlash yoki uyqusizlik bu jarayonni yana ham tezlashtiradi. Peter Attia kitobida juda ham ko'p marta takrorlaydi. Uzoq umr ko'rish uchun eng muhim vositalardan biri bu uyqudir. Operatsiya emas, dori emas, shunchaki yetarlicha uyqu. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuniga 7-9 soat uxlaydigan odamlar 6 soatdan kam uxlaydigan odamlarga qaraganda o'rtacha 5-10 yil uzoq umr ko'radi. Bundan tashqari, uyquning ikki bosqichini biz ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bunda juda ham muhim jarayonlar sodir bo'ladi. Birinchisi, deep sleep, ya'ni chuqur uyqu davri.
Bunda tanamiz jismoniy tomondan o'zini tiklaydi. Ikkinchi davri bu REM uyqu, ya'ni Rapid Eye Movement. Bu tush ko'rish davri. Bu hissiy salomatlik va xotirani tiklash davridir. Agar siz uxlashdan oldin telefon, tablet yoki televizordan foydalansangiz yoki kechki payt kofein bor moddalar, ya'ni kofe yoki choy iste'mol qilsangiz, sizning nazdingizda 8 soat uxlaysiz, lekin miya to'liq, ya'ni chuqur uyqu davriga o'ta olmaydi va siz uyg'onganingizda o'zingizni charchagan his qilasiz. Keling, endi o'z hayotimizga bir nazar tashlaylik. Bizda kechki payt choyxona madaniyati bor yoki kechki ovqatni juda ham kech iste'mol qilamiz. Soat 9-10larda quyuq ovqat iste'mol qilish va achchiq choy ichish bu biz uchun odatiy holat. Doktor Atyaning fikriga ko'ra, uyqu sifatini buzuvchi 3 ta eng katta omillar bor. Birinchisi kofein. Ya'ni uning tanamizdan chiqib ketishi uchun, to'liq chiqib ketishi uchun taxminan 10-12 soat vaqt kerak. Soat 2 dan keyin ichilgan kofe yoki choy bizning uyqumizni sifatini buzadi. Ikkinchisi bu kechki ovqatni juda ham kech iste'mol qilish. Uxlashdan kamida 3 soat oldin ovqatlanishni to'xtatishimiz kerak. Agar uxlashga yaqin paytda biz ovqat iste'mol qilsak, tanamiz ovqat hazm qilish jarayoni bilan band bo'ladi va miya chuqur uyquga keta olmaydi. Va oxir oqibatda uyqumizning sifati buziladi. Uchinchisi harorat. Bizda uylar issiq bo'lishini juda ham yaxshi ko'rishadi. Ammo tana to'liq uyquga ketish uchun va sifatli uxlash uchun yotoqxonamiz nisbatan salqinroq bo'lishi kerak. Xulosa shuki, uyqu bu sizning sog'lom bo'lishingiz va uzoq umr ko'rishingiz uchun eng arzon va eng samarali vositadir. Agar siz jismoniy mashqlar bajarayotgan bo'lsangiz va to'g'ri ovqatlanayotgan bo'lsangiz, lekin yetarlicha uxlamasangiz, bir qadam oldinga, 2 qadam orqaga tashlayotgan bo'lasiz. Sifatli uyquning 3 ta oltin qoidasi. Birinchisi, uyqu vaqtingizni belgilang. Deyarli har kuni, hattoki dam olish kunlari ham bir xil vaqtda uxlab, bir xil vaqtda uyg'onishni o'zingiz uchun odat qiling. Bu bilan biz tanamizdagi circadian rhythm, ya'ni tanamizning biologik soatini nazoratga olamiz. Ikkinchi qoida. Uxlashdan kamida 1 soat oldin hamma ekranlarni o'chiring. Televizor, telefon, kompyuter, tablet va boshqalar o'zidan ko'k nur chiqaradi va bu nur tanamizdagi melatonin, ya'ni uyqu gormonini ishlab chiqarish faoliyatini to'xtatadi. Va 3-qoida bu yotoqxonamizning nisbatan salqinroq ekanligi. Miya uxlash uchun tananing harorat pasayishini kutadi. 18 yoki 20 daraja harorat bu uxlash uchun deyarli ideal haroratdir. Bugun biz ko'rdik, uyqu bu zaiflik belgisi emas. Kam uxlash bu ishchanlik emas. Afsuski bu o'z miyangizni, yuragingizni va immunitetingizni zaiflashtirish, umringizni qisqartirishdir. Sifatli uyqusiz miya tozalanmaydi, yurak dam olmaydi, immunitetimiz zaiflashadi, vaznimiz oshadi, umrimiz qisqarib boradi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, buni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ulashing. Va ishonamanki, bu video barchangiz uchun foydali bo'ladi va hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarimizni kuzatib boring. Salomat bo'ling!